Shogirding uylansa nimalar bo'ladi? Tunga soat necha bo'ldi? Mencha kech qolyapsan sen. Yo'lab roq ekanda. Sen nima odam tanlayapsan? Sen cho'milib kech qolgansan. Mana cho'ching ham qo'l turibdi. Uylangandan ba'zi cho'milganim tema qilaveradi. Undan ko'ra ishda boshla tez-tez. Okey. Oldinlari vaqtli kelib ishxonani ochib seni kutib oladigan mehribon shogirding to'ydan keyin kech qolishni boshlarkan. Yana kamiga kelishidan oldin ketishni planini ham qilib qo'yarkan. Uchta olib berchi. Ali, jonim, 5 minut oldingiz o'ylayman. Ha, shikolat bor. Bu shogird to'ydan oldin yag'iri chiqib ustaxonada ishlab yuraverardi. Charchaganidan bir joyda uxlab qolsa, mag'irligidan mashina zapchasimikin deb o'ylab ko'rmasdan o'tib ketardi. Hozir bo'lsa ustini kir qilgisi kelmaydi. Ha shogird, nima bo'ldi? Nasringizni yutquladimi hozir yo'lda? Ertalab tursam Aristonni uzib qo'yishibdi. Nima emish, o'tgan oy 200 minglik suv ishlatib yuboribmiz. Bugundan boshlab ham sizni Delfinbey deb chaqiramiz ekanda. Usta, xijolat qilma, 200 minglik suvga cho'milib borar ekanlar, yana xijolat bo'lishlariga o'lib qolaman-da hozir. Ha shogird, peshona ham chizig'i ko'payib ketdi. Usta, yangi uy olib chiqib ketmasam bo'lmaydi. Ha, yangi uy deganingga. Sabumda qurgan Umidjon Nazarov bor-ku, hozir Qo'qon City quryapti. O'sha domni tomida o'zini basseyni, terrasasi bo'lar ekan. Maktab, bog'cha, mitpunkti bo'lar ekan. 20 dan ortiq qulayligi bor ekan. Xullas, yopiq shaharcha bo'lar ekan. O'sha domlarga bir qiziqib ko'rdingmi? Rosa qiziqyapman usta, yangi uy olganim uncha ko'p pulim yo'q-da. Ha, ular katta pul kerak emas. Umidjon Nazarovning Instagram shapkasida Telegram silka bor. O'sha ustiga bosib obuna bo'lsang, 12-avgust kuni onlayn taqdimot bo'ladi. O'sha kuni 2 ta xonadon katta aksiyaga tushayotgan. Bosh to'lovini kuniga 100 ming so'mdan to'lab sotib olsang bo'ladi. Shuncha odam qiziqib turganda, men bu aksiyasiga ulguramanmikan? Yoshligimda omadsizman, ustoz. To'g'ri, seni omading bo'lmasligi mumkin. Lekin uylanganingdan basi kuniga 7 marta cho'milyapsan. Pokizasan. O'shanga bitta sinab ko'r o'zingni. Bekordan bekorga oyiga 200 minglik suvni olgan yo'q, to'g'rimi? Bizni Rossiyadan kuzatib turgan aka-ukalarimiz bo'lsa, sizlarga zo'r tavsiya. Tezda telefonda olinglarda TangaPay degan ilovani o'rnatib olinglar. O'sha ilova orqali siz O'zbekiston Uzcard Humo Visa kartaga bemalol pul jo'natsangiz bo'ladi. Undan tashqari uyingizga dollarda naqd pul jo'natsangiz ham bo'ladi. O'sha ilovani o'zidan siz uyingizni gaz, suv, svet, kommunal muammolarini shunday to'lab hal qilib olsangiz ham bo'laveradi. Xullas, TangaPayda ishlatib ko'ring. Foydam tegmasa tog'a basma. Sani ham o'zingga ag'in. Ha. Reklama chiqib ol, yordam berib yuboring. Yordam beramiz. Bag'ana bo'ladi. 50 kunlik. Ha, bo'l, ketdi. Tog'a mana shu konstavar do'konda reklamasini olishimiz kerak. Maktab sezonga tayyorligini yoritib berishimiz kerak ekan. Ha, bo'ldi. Mana shu videoning zo'r chiqishini xohlaysanmi? Ha? Bu bitta 05 savobga tomoq quryapti. Qoyillatib beraman rolim ekan. Bo'ldi, tog'a hozir kelaman. Sodda. Hurmatli ota-onalar, mana shu zamondosh konstavar do'konda faqat sifatga e'tibor qaratilgan. Bu joydagi konstavar mahsulotlari faqat O'zbekistondagi emas, chet el brendlarining mahsulotlari bor. Misol uchun, mana bu qalam zo'ri bo'lsa, bu undan ham zo'ri, bu undan ham zo'ri. Hammasidan zo'ri bor. Mana shunaqalari bor. Xullas, siz zamondosh konstavardan daftar ruchkalardan tortib partalargacha topishingiz mumkin. Yakshanba kunlari ham ishlashar ekan. Manzilimiz aniq. Obuloyda tayida zamondosh konstavar. Tog'a, suv. Reklama boshlaymizmi? Obulim reklama. Pulchi. Pulini ham oldim. Berasizmi yarmini? Senga nima beraman? Sen qatnashmadingmi, ho'kiz? Xo'ja, bitta muncha ish ko'p. Ha, ko'p bo'ladi-da, yangi ochganimizdan keyin do'konni. Ha, o'sha ishlarni o'zingiz qilib qo'ysangiz 50 ming berardim. Siz oyligingizni ko'p beryapmizmi biz? Plyus ko'payib ketdimi shuna? Xo'jayinga pul berish ishlatadigan. Ya, endi Men shuncha ish qilsam sen nima qilasan? serialim o'tib ketib qolyapti, o'shani ko'rmoqchi edim. Hozir men senga serialingni ko'rsataman. Menga qara O'rxanbek, mana telefonni ol. Bunga eski klientlarimiz telefon qiladi, mebelchi ustalar. So'raydi, qayerga ochding yangi do'konni? Desa, yangi bozorga dasafta oldiga deysan. Ana o'qi, nima deb qo'ygan? Divano. Mana shu yerga chaqirasan mebelchi ustalar. Tushundingmi? Endi yurish kerak. Qara, Formula brendni ko'ryapsan-a? Biz mana shu brendni vodiyda deylarimiz. Mebelchi ustalar senga telefon qilib, assortiment so'rasa, molga o'xshab turma. Buni deysan, qara. Mana paralon machalkalar, mana bitta kleylar, mana bitta prujinalar bor. Mana shular bizda eng arzoni. Vodiyda deylarimiz. Undan tashqari mexki mebellarga 200 xildan oshiq materiallarimiz bor deysan. Ko'ryapsan-a materiallarni? Tushundingmi? Ha? Nimani tushunding? Keyingi seriyada Komon Soydari portlab ketar ekan. Hali 50 mingning qatta. O'shani ber. Nima qilasiz? O'zim ishlayman degani babi. Tur yo'qolsan ishdan bo'shading, ber 50 ta.